Assalomu alaykum. Bizning farmonlarga kuzatuvchi obunachilar. Bizlarda peshtaxtga taqdim etmoqdamiz. Ishlarimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'z nafasiga yetkazdik. Ko'rishlar mumkin. Oppoq svetda qilib berganmiz. Mana bu karnizini bo'lsa, mokriy svetda qilib berganmiz. Nima desanglar, mana bu ayvonlarga moslaganmiz. Ayvonimiz oqqa qora bo'lgani uchun, mana akfalarimiz mokriylik uchun bir qator mashetiga mokriydan karnizini hech bo'lmasa mokriy qilaylik deb mokriy tavsiya berdik uyda egasiga. Sizlar qanday fikrdasizlar? O'z fikrlaringizni kommentga yozib ketinglar. Oq qilsa chiroyli bo'ladimi yo mokriymi? Mana oldi qoshlari bilan chiroyli qilib berdik. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak 13 million so'mga mana shu ko'rib turgan joylarni ponni aylanasi bilan mana taylari yo'q, keyin ko'cha tomonlari bilan ponni bitkizib berdik. Hozir ko'chalarni sizlarga ko'rsatamiz. Hozir men ko'cha tomonlar. Mana ko'cha tomonlar. Ko'cha tomonlar sharkasi kichkina chiqqanligi uchun chiroyli chiqdi. O'ta ixchamgina katta sharkadan ko'ra. Ko'rishlar mumkin. Bu yerga ham ponni karnizini mokriy qilganmiz. Shu yonbosh qoldi, xudo xolasa bitsa tugaydi.